Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi bozorda begona ayol yosh qizchani pichoqlagani aks etgan video tarqalib, bu keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, hodisa joriy yilning 1-may kuni sodir bo'lgan. Begona ayol hech bir sababsiz 3 yoshli qizga oshxona pichog'i bilan hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazgan. Qizaloq olgan tan jarohati oqibatida tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgan. Muxbirimiz Sobit Qaynarov ushbu ayanchli voqea tafsilotlarini o'rgandi. Surxondaryoda ayol 3 yoshli qizchani pichoqlab o'ldirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mana bu videoda barchasi aks etib turibdi. Mazkur mudhish voqea Denov tumani markazidagi Zahriddin Muhammad Bobur nomli mahalla hududida joylashgan sobiq Bobodehqon bozori atrofidagi aynan mana shu yerda ushbu savdo nuqtasining oldida sodir bo'lgan. Ayol qizchaga pichoqni urib, mana shu yerga pichoqni otib yuboradi. Voqea guvohlarining so'zlariga ko'ra, holat shu yilning 1-may kuni tongi soat 8larda yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, notanish ayol savdo rastasiga onasi bilan kelgan 3 yoshli qizning ko'krak qafasiga hech bir sababsiz oshxona pichog'ini sanchib, hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazadi. To'satdan yuz bergan holat barchani tahlikaga solgani bor gap. Qizaloqqa yordam ko'rsatish maqsadida tuman tibbiyot birlashmasiga olib boriladi. Ammo olgan tan jarohatlari oqibatida qizcha vafot etgan. Men ham chiqqanim yo'q edim. Shu yerda o'ldirganini eshitganmiz. Ma'lumotlarga qaraganda, ushbu vahshiylikka qo'l urgan ayol ruhiy kasalliklar dispanserida ro'yxatda turgan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, ko'rgan va eshitganlaringizdan xulosa qilishni unutmang. Ogohlik va hushyorlik doimiy shiorimiz bo'lsin. Sobit Qaynarov, Eshquvvat Himmatov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.